Qadrli do'stlar, o'zimning shi'rimni o'qiyman. Biz tatarlar deb ataladi. Biz birlashdik hozir, biz tatarlar. G'urur bosib olg'a otliq. Bizdan tura barliq yozmishlar. Uylanishik, motor g'oyla qiriq. Ot qozonan bo'lsin xalqimiz. Bular bikshab yashi deyib, kundashsinlar dushmanlar. Irkin o'ngdirishli yerimizda, muldan o'sa eginlar. Suv bo'ylari tog' qiriyinda gurlab o'sa jilak jeymishlar. Bizning baribir bayramimiz Saban to'yi deb ataladi. Batır yigitlar bil sınashib, dunyoda don qozona. Matur iti yozlar jitkash, quyosh biyik minib jili nurin sepkash. Buyuk Tataristonimizga bizni sog'inib qayta sıyırshiqlar. Nihal kurshi biz qaytdik deb, irtan irtuk sayriylar qishlar. Har bir sog' salomat oilada tuğut tursin bikniq balalar, şuşu sabiylar o'sib bo'yga jetib, büyük halkımızı saqlab qalsınlar. Tatar donini yo'qlasinlar. Mangiga isen sog' dunyoda birdan bo'lsinlar. Şiirning avtori men, Ramzil Fasxuddinov. Şiir yozildi 28-yanvar 2026-yil. Rahmat bizga tinglab o'qish uchun.